Assalamu alaykum, hörmətli qarindoshlar. Bugün leksiyamızın davamını sözləyimiz. Leksiyamızın 7-ci qismiga keldik. Bu qismning temisi aholinin ziyoda ko'payib ketishi. Bu yomon bir uzun gap. Buni qisqartib aholinin ko'payishi deb olaman bugungi leksiyamda. Shunga vaqif bo'lgaysizlar. Oldi bilan boshqa leksiyalarimizning uslubiga ko'ra misal bilan boshlayman. Biz shu Xitoy virusi sababli dunyoga yamirgan COVID'dan shu narsani ko'rdikki, ba'zi ijtimoiy xabarlarda va ijtimoiy munbarlarda, medialarda manda bir gaplar tarqaldi. Ko'pincha ingliz tilli dunyoda bu gaplar emasdan bu gaplar COVID neçe milyonlagan adamlarninki jeniga zamin bo'lgandan keyin ba'zi odamlar nəhayət xoşal bo'ldi buningdan. U xoşal bo'lganlarning bir qismi ekologik faşistlar turkumiga kirdi. Bularninki e'tiqod qildigani ekofaşizm deyiladi. Bularning ba'zilarining degan gapi ana tabiat o'zini pokizladi. Bu degan gap ana tabiat mush odamlarni yo'qolish orqali yeniklab qoldi, o'zini pokizladi deyildi. Yana ba'zida yer shari nurg'unlagan odamlarni o'lishdan keyin texdimi yaxshi bo'lib ketadi dedi. Demak, bu gaplar bir insoniylik yetmaydigan bir gaplar. Bu osondagi bo'lsa bir qism odamlarning og'zidan chiqayotgan bu gaplarninki bizga anlaşı o kadar tasodifiylik emas. Çünkü bu gapning aslida aytdi uzoq bir tarix bor. Men uning bek uzoqqa kirib ketmasam, yaqinroqqa kirib qisqacha so'zlayman. Bu qarashlarninki asosliq ko'z tutgani bunda bir necha omillar. Bu ekofaşistlarning bir qismi bular shu klimatchilarga kirdi. Yani yer şarininki klimatının ısıp ketişidir. Ne to'xtatish, ne targ'ib qildigan, shuning uchun faoliyat olib boradigan kishilarni ko'rsatdi. Bularninki qarashlarininki negizi nima degan vaqtda insonlarning harakati yer sharining isib ketishining sababi edi. Bu yerda bir sabab natija munosabati bor. Insonlarning harakati yer sharininki isib ketishini keltirib chiqardi deydi. Shuning uchun bularninki bu oldingi shartini taqdimni davomlashtirsak, turlab chiqsak, köp insan bo'lsa, köp insonlardan chiqadigan karbon ko'p bo'ladi. Bu chiqqan karbon yer sharidagi karbonninki qo'yib berilgan karbonning miqdorining oshib ketishi va shu orqali temperaturning ortib ketishini keltirib chiqardi deb qarash. Shuning bilan bu odamlarning jiqilishi, aholining ziyoda ko'payishi yer sharininki kelgusidagi klimat uchun foydasiz deb qarash orqali insonlarninki nüfusini azaytishni tashviq qiladi. Qanday azaytish kerak? Mana shunday bu qatamliq COVID tek mana shunday bir virusliq dunyoviy bir pandemik yuz bergan vaqtida bularni xo'sh qildigan omillar. Ham bularning hatto ba'zi radikallari texdimi radikal vositalarni qo'llanish orqali insonlarninki nüfusini jiddiy azaytib, yer sharininki insonlarning qo'yib berayotgan karbon dioksidlarining ta'siri bilan isib ketib, vayron bo'lishini oldini olish kerak deydi. Hatto ba'zilari urushni targ'ib qildiganlar bor bularning orasida. Bek osonliqlar ammo bular bor. Demak, bu qarash, bu qarmoqqa bu ekofaşizmning qarashlari yer sharininki kelgusidagi parag'atiga ularninki yer sharininki klimatninki tampon bo'lishiga yaxshilik kuyenganda qilgan bilan ammo insonlarninki o'lishini xohlashdek mandaq bir qo'rqinchli bir qarashlarım bor bularninki. Shuningga ko'ra bular yer shari uchun insonlarni qurbon qilishni tashabbus qildi. Yo'shirin desin, oshkor desin, shunday bo'ldi. Anandan keyin bu yerda hozirgacha hal bo'lmayotgan bir masala var. Yani şu klimatning isib ketishi haqida, ya'ni abay deganimdek sabab natija munosabatida, ya'ni insonlar zot yer sharining isib ketishiga haqiqatan sababchi bo'lib o'tamdi deydi. Buningga adeguvchilar bor, yo'qdeguvchilar bor. Bu hozircha tugamayotgan narsa. Ikkinchisi
Bunun tekrar ma'lum atkan birisi karbon dioksidi hakikaten temperatürünki yer şarının temperatürünki ösüp ketişini keltirip çıkaramdı dedi. Yani bununla yak tegiçlerinin köp kısmı var da bulanın da evatkan gibi əməliyyatda karbon dioksidi yer şarınınki kelgüsü intayin payda qılır. Çünkü ösümlüklərinki fotosentezlaş jarayonida talab qiladiğini karbon dioksidi. Əməliyyatda karbon dioksidi yer şarida texi yeterlik emas dep qaraydı. Demek karbon dioksidi yeterlik bolmasa, hem karbon dioksidi insanlar koyup bermese, unda boğa vaqtda insanlarınki ahalisinin sanınınki işip ketişi mahiyetlik hırs emas yer şarı üçün deydi galiba. Andan bununla karşı turvatqanlar uzun yıllık tədqiqat neticeleri ve başka statistiklerini oturğa taşlaş arqılıq yer şarınınki ısıp ketişte insanların hareketi ulanın koyup bergen karbon dioksid qatarlıqlar var dedi. Anda bununla yandaşrak bir gapni desem, hatta ki kalının osurqının mı klimatın ısıp ketişini keltirip çıkır. Çünkü onun da bir xil gaz çıkır diken, şunu ısıp ketişini keltirip çıkır dep, hatta kalılarını üzül kesil yer şarının yokutuşunu targib qıldığan bir klimatçılar mı var. Bu bazı yerlerde hazır Allabirin elip birleşki başladı. Bulapma İrlandiyada bu bolup atıdı. Eğer bu İrlandiyada ya başka bir neçe devlette galip etse bütün dünyaya tarlışı mümkün. Demek bu hazır manımı şu insanlarınki ahalisinin nüfusunun kançak buluşu bilen yer şarınınki kelgüsü terakkiyat otursa zıç münasebet boğalık için hem de nüfusununki kandak buluşu, nüfus sanınınki kançlık bir derecede kontrol kılınışı, saklap turuluşu gayet zor, bir mühim, ciddi, talaş tartışlık ve nihayeti bir korkunçluk bir temaga aylanıp atıdı. Men şu veciden bu temini diqqatingizga sunup ataman. Hamda bu nüfusning o'zikilayli, bu nüfus haqida dastlabda izlangichi odam, dastlab izlangichlarning birisi Angliyalik iqtisodshunos Malthus. Ehtimal köpünçünler Malthus'un kim ekanligini bilishinglar mumkin. Bo'lmasa o'qishinglar bu vaqtda nurg'un kitoblar bor. Biz o'rta maktabda Malthus'un ba'zi nazariyalarini azroq o'rgangan. Endi uning nazariyasiga ko'ra, u 1798-yili bir maqola yozdi. Maqolasining ismi Aholinin prinsipi haqidagi maqola degan bir maqolasi var. Bu maqolada u mundaq bir holatni aldın kıyas kıldı. Yani insanlarınki sanının köpeyişi bir xil geometrik şekilde oldu. Yani 2, 4 dolu, 4, 8 dolu, 8, 16, 16, 32 oldu. Ama tabiattaki baylıkninki cümleden yemek içmekninki işi, şu işi vatkan ahalini kamdaşlık gereklik olan şu aşıkның işi arifmetiklik şekilde aşıdı. Yani 1, 2, 3, 4, 5 olarak aşıdı. Şöyle bir yerde bir masık, bir yerde bir arlık peyda buldu. Yani insanlarınki köpeği şiddetlik buldu. Ama onunla ulanınki şu şiddetlik işini təminleydiğen aşıqnınki ve başka zörür amıllarınki işi ondaq tız bulmaydı dep qaraş arqılıq. Eğer ahali tizginlenmese, ma'lum bir yerga bargan vaqtda ahali haddidan ziyod ko'payib ketib, yer şarınınki ularni beqish iqtidoridan ish ketishdak bir hodis kelib chiqadi. Bu vaqtda ya urushidal bo'ladi, kasallik taqiladi, hattoki nurg'unlagan insonlarning keng ko'lamda o'lib ketishini keltirib chiqarish mumkin deb qarab. Shuning bilan bu ayni vaqtda Angliyada bu aholininki kontrol qilinish haqida tunji qarashni o'tirib qo'ydi. Buning qarishiga ko'ra biz şu Angliya ayni vaqtda 1830-yilları bir kambag'allarga yordam berishga qarata bir tuzish kirgizilgan bir qonun loyihasi ma'qullangan. Ilgari 1600-yillardan tortib, ya'ni Elizabet I'ning davridan tortib Angliyada kambag'allarga hukumatninki turli yordam berish prinsiplari va uning qonunlari bo'lgan. Ammo bu Malthusning qarshi o'tirib qo'yilgandan keyin bazı siyasi yollar, Angliya aynı vaqt siyasi yollar, biz kambag'allarga yordam bersak, ba'zi bir kambag'allarni texnidan kambag'al qiladi ekanmiz. Ulardan texnidan ko'p kambag'al bolalar tug'iladi ekan, kambag'allarning bolalari texnidan ko'p kambag'al bolalarni tug'iladi ekan. Bu jamiyatga yuk bo'ladi. Shuning uchun kambag'allarga beriladigan yordamni azaytish kerak deydigan mandaq bir qattiq insoniylik yat bo'lgan ba'zi bir siyosatlarni yurgizdi. Bu albatta keyin
azıraq yumuşatıldı. 20. asırga bargandan keyin paraballık sistemasi, yani qaytadan Marksizmga va boshqa sotsialistik ideyalarni o'ttirib qo'yishdan Yevropada yani qaytadan tunishtirildi. Ammo Malthusning ideyasi hech qachon o'lmaydi. Onundan keyin biz Darwinning nazariyasiga kelamiz. Darwinning nazariyasida en küçüklerninki, en masşalığanlarninki saqlanıp qilishi deydigandek bir narsa bor. Bu nimani yo'shirin ima qiladi degan vaqtda buning da küçük bo'lmaganlarninki, meli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, jismoniy jihatdan bo'lsin, va aqliy jihatdan küçük bo'lmaganlarninki shallanib ketadiganlikdan iborat bir tabiatninki qonunini o'ttirib qo'ydi. Bu tabiatning qonuniyati ijtimoiy masalalarga ijtimoiy qonuniyat sifatida tadbiq qilindi ba'zi hollarda. Buning bilan biz tunji qatim Darwinninki bir tuqquni bo'lgan bir adamninki, Carlsonninki bu yerda eugenics degan bir ideyasi bilan tanışımız. Bu eugenics degan bu ideya to'g'risida men xil tafsirga to'xtaldim. Men yaqin nashr qilingan o'ylig'iningdek yashaysa degan kitobimda buning qiziqadiganlar shuningga murojaat qilinglar. Buning da insonlar jamiyatida cho'qim aciz, meyip, bo'lib aqli jihatdan meyip bo'lganlarninki avlod qoldirishga yo'l qo'yilsa, bulardan tug'ilgan bolalarning aqli qobiliyati tuyan bo'lib tug'iladi. Bu tug'ilgan bolalar eng jamiyatga yük bo'ladi. Hukumatninki paraballiq xamchotlarga eg'ir bir xirsab keladi. Shuning uchun bularninki tug'utini cheklash kerak deb tashabbuslarni o'ttirib qo'ydi. Bu 1920-yillari Amerikada nəhayət zo'r qiziqishga erishidi. Hattoki ba'zi qonun loyihalari buningga qarshi tuziladi. Bo'libmi Anglo-Sakson bo'lmagan ko'chmanlar shu vaqtdagi aqliy iqtidor haqida tuvan deb qaralgan ko'chmanlarninki ichida masalan aqlidan adashganlar bo'lsin, psixik kasalliklar bo'lsin yoki meyiplik alomatlar qatorliqlar bo'lsin, bularninki avlod qoldirish cheklangan. Gerçi bu qonun keyin Amerikadagi ba'zi shtatlarda bekor qilingan bo'lsa-mu, xiligacha teksinchi yillargacha davomlashgan. Hamda biz Germaniyadagi shu Yahuda qatliamininki yuz berishiga sabab bo'lgan natsizm ideyasininki yana bir varianti nima desa, a'lo sortliq, a'lo irqliq germanlarni yetishtirish, aryallarni yetishtirish deyiladi. Buningda ayni vaqtdagi natsist Germaniyasi nəhayət sağlam, aqlliq, chiroyli deb qaralgan tipik aryan irqiga vakillik qila oladigan ayollarni bilan erlarni ma'lum bir muassasaning ishiga ekirish ularni ko'paytib, bulardan esil sortliq germanlarni yetishtirishni maqsad qilgan va buning haqiqatan nurg'un jihat elib borgan. Shuning uchunmi Nurembergdagi shu Ikkinchi dunyo urushi oxirlashgandan keyin natsistlarni sotlagan vaqtida ayni vaqtdagi eugenicsninki, ya'ni shu inson qalbidan chiqqan shu siyosatlarninki amaliyotda germanlar shunday deganki, biz buni Amerikaliklarda o'rgandik degan. Yahuda qatliamini oqlash uchun shunday degan. Xo'sh, hamda biz aholining ziyoda ko'payib ketish masalasiga kelaylik. Hozir dunyoning aholisi 8 milliardga bordi. 2050-yillari bu 9.8 milliard, ya'ni 10 milliard degandek bo'lishi mumkin. 2100-yilga kelgan vaqtda bu 11 milliarddan eshib 11 milliard 12 milliarddan oralig'ida bo'lishi mumkin deb qaraydi. Hamda bu insonlarninki bu ziyoda ko'payib ketishi hamda hozir nurg'ulg'an bas munozaralarda shunday bir to'qnashuvlarni keltirib chiqyapti. Ya'ni abaqani gapimga kelay, bu aholining ko'payayotgan yeri hozir yer sharining janubiy qismidagi yerlarda. Yer sharining shimoliy qismidagi yerlarda jumladan Shimoliy Yevropa yoki G'arbiy Yevropa va Shimoliy Yevropa shundaqla Shimoliy Amerika qatorliq bu qit'alarda aholilarninki o'sishi jiddiy to'xtashga va hatto ba'zi yerlarda kemiyishga boshladi. Bo'lib ba'zi Balkan davlatlarida hozir minusga tushdi aholilarning ko'payishida. Andan ba'zi yuqori taraqqiy qilgan davlat masalan Yaponiyada bu cho'ng bir mas'uliyatda hozir. Hatto bu yerda yaqinda Elon Musk 2021dagi bir yig'inda Xitoyning Shanxay shahridagi bir yig'inda shunday dedi. Yaqinda Twitterda uni qayta takrorladi. Aholining ko'payishi emas, balki aholining ozayib ketishi insonlar kelgusi duch keladigan eng chong xiristlarning birisi dedi. Xo'sh, bu turib tursin.
Şunun bilan bu aholinin janubiy qismidagi hamda yer sharininki janubiy odatda kambag'al hisobda taraqqiy qilmagan rayonlar deb qaraladi. Şunun bilan hamda shimoliy qismida yer sharining shimoliy qismidagi ba'zi faoliyatchilar, klimatchilar va boshqalar janubdagi aholinin ko'payishini tadqiq qilib, bular cho'qim nima qilinishi kerak? Cheklanish kerak, tug'ut cheklamasi tonishtirilishi kerak, yo'l qo'yilishi kerak bu yerda degandek gaplarni qilishga boshlayotdi. Bu gaplarning chiqqani albatta uzun bo'lgan, ammo yaqindan yozi bu gaplar og'ib qoladi. Amaliyotda biz statistik ma'lumotlarga qarasak, amaliyotda bir Amerikalikninki bir yilda qo'yib beradigan karbon dioksidi, agar karbon dioksidi haqiqatan yer shari temperaturaning o'lishiga sabab bo'lsa, 4 Hindistonlikninki, 8 Pokistonlikninki va 30 necha Nigeriyalikninki bir yilda qo'yib beradigan karbon dioksidi yuqori bo'ladi ekan. Demak, bu yerda karbon dioksidini eng yuqori qo'yib berayotganlar yanilla, garchi aholisining ko'payishi turg'unlik tushdi deb qaralayotgan ana shu yer sharining shimolidagilar deb qarashga bo'ladi. Xo'sh, hamda biz bilamiz bu agar bu ekofaşizm bektaraq ketib qolsa, yer sharidagi aholilarni jiddiy kamaytirish, bularni viruslik, pandemik orqali, urush orqali va boshqa vositalar orqali kamaytirish kerak deydigan mandaq intayin qo'rqinchli gaplarni o'ttirg'i chiqishi odamni ajablantirmaydi. Shuningga ko'ra, dunyoning ba'zi siyosiy yo'llari ezib-tizib bu gaplarni dafsilashga boshladi. Yaqinda Amerikaning muavin prezidenti Kamala Harris aholini kamaytirish degan gaplarni dedi. Bizga hech qanday bir cho'ng bir yerda bir ko'rinish yoki bir fikriy bir ramkani ta'minlamay turib bunday gaplarni dedi. Dunyo iqtisod munbirininki odamlarninki bunday gaplarni dafsilishi nihoyat nurg'un misollari bor. Bu vaqtda izlanib baqsang bo'ldi. Shuning bilan biz tabiiy holda shunday savol qo'ymizki, aholini nima uchun azaytimiz? Albatta, bularning sababida yer shari yuklatadi, muhitning bulg'unishiga cho'ng ta'sir ko'rsatadi, yer sharining isib ketishini keltirib chiqaradi qatorliqlar. Garchi bu ba'zi siyosiylar emas, balki Nobel mukofotga erishgan olimlarningki qarshilikqa uchrayotgan bo'lsin hozir. Unda qanday yo'qtidi degan vaqtda bular bu savollarga javob bermaydi, ham bermayotdi. Demak, bularningki bu xil aholini kamaytirish degan bu shuarni o'tirib qo'yishi, ammo qanday kamaytirish, nimish kamaytirish haqida javobni bermasligi nurg'un insonlarni hozir bir xil yoshirin bir qo'rqinch hislashga boshladi. Xo'sh. Bizning hamda bu aholninki ziyoda ko'payib ketishiga qarata bunday bir ikki nuqtadan qarab chiqishimiz kerak deb qarayman. Birisi bu aholinin ko'payib ketishinki yer shariga ko'rsatilgan ta'siri. Buni avval men ozroq deb o'tib ketdim. Bu nihoyatda bahislik bir tema. Haqiqatan aholinin ko'payishining yer shariga yuk ulab bir muncha talablarni keltirib chiqarmasligi haqida yana fikr birdeklik yo'q. Ikkinchisi degan vaqtida bu aholinin ko'payishiningki jamiyatga, bo'libmi shaharlashgan, shu qadar shaharlashgan jamiyatga ko'rsatilgan ta'siri haqida qisqacha men deb o'tib ketaman. Hamda birinchisi kelsak, aholi ziyoda ko'payib ketsa, abay deganimdek yer sharini isib ketish keltirib chiqadi. Bu turib tursin, bu bekli nima hamda haddidan ziyoda bahislik bitim. Ikkinchisi shu degan vaqtda bu hamda hozir biz avtomatlashtirish bir davriga kiryapmiz. Bu degan gap aqliy iqtidorliq yoki sun'iy aqlliq nurg'unlagan sistemalar barliq kelib insonlarningki ilgari qilib kelayotgan xizmatlarni asosida ilishga boshladi. Bunun bilan aqliy iqtidorliq mashina odamlar barliq kelib zavodlar ishlatadi. Masalan, Amazonda mashina sun'iy aql bilan bag'an siri a'lolashib roli funksiyasi ishlayotgan mashina odamlar ishlayotadi. Ehtimal bundan keyin tiz tamoqxonalarga, banklarga, qatnash vositalarga, hatto doktorxonalarga nurg'unlagan mashina odamlar saplanishi mumkin. Bu faqat vaqt masalasi. Ammo insonlarda hozir bu xil texnikalar bo'lgansa davomlashadi. Bunda bo'lgan vaqtida bu hozir mavjud bo'lgan 8 milliard odamlarningki xizmat masalasi og'ir bir xirish qilish kerak. Bo'libmi? Bu
yer şarınınki janubidagi taraqqiy qilmagan iqtisodiyot jon talashayotgan ba'zi davlat va rayonlardagi xalqlarninki bundaq bir ahvolda bulab hozirgidek iqtisod egizbas bo'layotgan pul paxalliq yuz berayotgan ahvolda ularninki hayotiga beriladigan kapolat bag'asi ojizlab ketishi mumkin. Bununla nisbeten dünya bo'yicha bir cho'ng bir xalqaroliq bir nimalar, tadqiqotlar, planlar va boshqalar o'tirg'i qo'yilgan yo'q. Faqat dünya iqtisod munbirining odamni bearam qilgan bir qator planlar va undan boshqa Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bazı planlar var, lekin o hozircha bunun amalga oshishi bekmi jazmlashgan oldi degili bo'lmaydi. Anadan keyin mushundaq ahvol o'tkazilsa ishsizlik aviydi. Hozir ishsizlik ba'zi rayonlarda, ba'zi davlatlarda jiddiy aviydi hozir. Albatta buni biz aholini ko'pishdan qarayamaymiz, chunki hozir iqtisodiy bir dunyo iqtisodiy klimat elib yotgan vaqtida hozir to'g'ri ko'ngildek bir vaqt emas. Anadan keyin bu insonlarninki mushu hozirgi ta'minlash bilan, ehtiyoj bilan ta'minlash o'rtasidagi munosabatninki bag'an siri chinqilishi, bag'an siriliqi ta'sirlashi bu insonlarninki hayotiga turli qiyinchiliklarni tug'dirib kelyotdi. Masalan, insonlarninki nimaga bug'doy yoki ozuqlikqa erishishi, insonlarninki uyning bo'lishi, insonlarninki yaxshi bir salomatlik kutunishlari ve davalashlardan bahramand bo'lish qatorliqlar nihoyatda ba'zi rayonlarda, davlatlarda bag'ansir qiyinlashadi. Demak, hayotninki sifati tuvallayotadi degan gap. Shundan bilan bir vaqtda insonlarninki harakatining kuchayishiga ergasha ba'zi yerdagi ekologik tangpungliq buzilib, insonlar o'ltiroq uy yoki u yerga turli shakldagi zavod, korxona qatorliqlarni silish orqali aslidagi yashayotgan hayvonlarninki yashash bo'shliqi, muhiti bag'ansir tarib ketayotgan ahvollar bor. Bularning hammasi shu aholining ko'payishidan kelib chiqadi deb qaradi. Ammo buningga qarshi turayotganlarning qarshi bo'lib aytgan vaqtida degan vaqtda amaliyotda dunyodagi boyliqlar yaxshi taqsim qilinsa, mumkinchiliklar yaxshi foydalansa, insonlarninki hozirgi aholisini tamoman beqib ketgili bo'ladi deb qaraydi. Uning ustiga bu bunday gapki, masalan, aholilarninki ish ketishdagi eng chong sabablarning birisi masalan yeziglik texnikalarining kadidan ziyoda taraqqiy qilishi. Ilgari masalan bir mo'yadan bir taga masalan bug'doy chiqdi desak, hozir 3-4 taga hatta 5 taga chiqa oladigan bo'ldi. Shu texnikaninki sharofatidan deyishga bo'ladi. Anadan keyin bu hozirgi shu sog'lomlik texnikalari va davolash uskunalari qatorliqlar, dorilar qatorliqlar zo'r darajada taraqqiy qilish orqali insonlarning uzun umr ko'rishi yaxshilandi. Endi bularning da'vatgan gapi bu undaq bo'lmaydi. Agar insonlarda haqiqatan bir yaxshi bir boshqarish bo'lsa, bir dunyoviy bir yaxshi bir boshqarish bo'lsa, ham uningdagi har qaysi davlatlar hozirgi o'zida bor bo'lgan ozuqliq ve başka mümkünçiliklerini özünki xalqiga yaxshi, aqlga muvofiq ve adil bo'lgan shaklda tarqatsa, insonlarninki hozirgi aholisi hech qachon bir xiris bo'lmaydi deb qaraydi. Bu jihatda insonlar xiris bo'ladi, ham xiris bo'layotdi deb qarayotganlar bilan insonlar xiris emas, ham xiris bo'lmaydi deyotganlar o'rtasidagi talash tortish hali ham tukkuni yo'q. Endi bu ikkinchisi, men bu yerda yana bir nuqtani deb o'tib ketdi. Ya'ni bu yerda agar bizda masalan bu aholining ko'payib ketishi vaqtida bizda mavjud bo'lgan imkonlarga nisbatan, imkonlarning paylash nisbatan uningki qisliq sababdan zo'r ijtimoiy talabet, zo'r ijtimoiy masalalar kelib chiqyapti hozir. Shunda bo'lsa, undaqda agar ba'zi jamiyatlarda bizning ko'rayotganimiz bu yerda yeydigan, ichadigan narsalar eshib-teshib turdi. İnsanlar çoğun g'am qilib ketmaydi. Paravallik intayin yaxshi bunday jamiyatda. Agar bunday jamiyatda haqiqatan insonlarninki kelgusi taraqqiyoti yaxshi bo'lamdi deydigan bir o'ylanish bo'lyapti hozir. Bu degan gap, agar shu sharoiti nachar bo'lgan davlatlarda yashaydiganlar o'zidagi bor imkondan cheklik tufaylidan nihoyat qiyinchilik his qilsa,
Agar yana bir jamiyatni olsak, buningda imkonlar to'liq bo'lgan jamiyatda u vaqtda insonninki holati qandoq bo'ladi? Hamda biz bu yerda mashhur bir ham odamlarni bearam qiladigan bir tajriba bor. Bu tecrübeni ko'rib o'tamiz. Bu tecrübeni Amerikadagi mashhur psixologlarning birisi bo'lgan John Calhoun degan bir odam olib borgan. Buni 70-yillarda olib borgan. 20 necha qitim olib berib o'xshash natijaga erishgan. Oxirgi birisini 25-chi tajriba deb atab, uning ingliz ismi Universe 25, ya'ni Universe yoki Universe 25 degan bir tajribada. Bu tajribada u insonlarninki hammamiz tal bo'lgan jamiyatninki qanday holatda bo'lganligini chashqonlarni tajriba qilish orqali bizga ko'rsatib berdi. Xo'sh, uning tajribasini jiq demayman, men buni o'qib olsanglar bo'ladi, ingliz tili yomon jiq uning tajribasiga oid narsalar. Bu tajribani qilishda o'ziniki uyning orqasidagi yomon cho'ng bir yerni ilib, butunlay yepib, uning ichida bu yerda bir sunniy chashqonlar yashaydigan bir nihoyatda keng bir doirlik kichik bo'laklarga bo'lingan bir öydek bir zalni tayyorlaydi. Zaldek bir yerni tayyorlaydi bu. Bu zalga bu uzuqluqni, suvni, havo tangshashni hammasini chashqonlarninki hayot sharoiti uchun eng esil shaklda tayyorlab berdi. Xo'sh, shuning bilan bu kasallik qarshi kuchli bu deb qaralgan Norvegiyaninki 4 chashqonni 2 jinslik qilib 4 chashqonni buningga dastlabki qadamda qo'yib berdi. Shuning bilan bu dastlabki 104 kun o'tgan vaqtida bu vaqtda bu chashqonlarninki bu chashqonlar har 55 kunda bir qatimdan shu soni bir qatimdan ko'payib qatlanib mang'adida. Shuning bilan 315 kuniga vargan vaqtida bu Universe 25'te 620 chashqon bo'ldi. Anandan keyin bu chashqonlar asta-asta u yerda yeydiganda ham yo'q, yotadigan ham yo'q, havoda ham yo'q qatorliq bo'layotgan chashqonlar asta-asta o'zida ba'zi bir g'alat ahvollarni keltirib chiqarishga boshlaydi. Ya'ni bu yerda erlardan ayollar, ba'zi chashqonlar bu yerda ailelerini kurdu. Özünün aileleri oldu, balları oldu, ayal oldu, balları oldu qatarlıqlar. Kiçik dairelerde yaşaydı. Muşundaq yaşayotgan vaqtida bu yerda dastlabda erlarning orasidagi yuqori tabaqadagi chashqonlar bilan to'van tabaqadagi chashqonlar o'rtasida ba'zi bir farqlar ko'rilishga boshlaydi. Bu 315 kun bo'lib bo'lgandan keyin, ya'ni 1 yil bo'lay degan vaqtda bu yerda nihoyat kuchlik alfa chashqonlar deb qo'ydi. Buni nihoyat kuchlik chashqonlar tuyuqsiz nihoyat agressiv bo'lib ketadi. Shuning bilan ular boshqa chashqonlarga, ayoliga, bolalarga va boshqa chashqonlarga hujum qiladi. Shuning bilan nurg'un bir turkum chashqonlarga hujum qilaverib, bularni o'zining doirasidan haydab, surib to'qay qilib, buni ma'lum bir yerga yig'ib qo'ydi bularni. Shuning bilan bu yig'ilgan chashqonlar o'zaro bir yerga kelib, bular boshqa kishi, ko'pinchisi bular chashqonlar bular boshqa kishi chashqonlar bilan juftlashish fursatidan mahrum qoladi bular. Shuning bilan bular bu yerga nima qilgan ekan, bular ma'noda ekan qarshilik ko'rsatib, bular boshqa oilalarga hujum qiladi. Ana ayollarga, yo shuningdek erlarga, yo bolalar qatorliqlarga hujum qiladi-da. Endi bu o'ttirda qolgan chashqonlar bularni erlarmi, ayollarga, erkakmi, kishimi chashqonlar bor. Shu erkak va kishi chashqonlar bu o'ttir tug'anlar har shakl tarafdan hujum obyektiga aylanadi. Kuchli chashqonlar bilan heliqi surgun qilingan chashqonlar yoki boshqa bir bulunga tiqilib ketilgan chashqonlar o'ttirisida bular ikki tarafdan hujum uchrab, bular texdim kadan chiqdi. Mana shunday bo'layotgan vaqtida asta-asta bu asos o'rin turayotgan kuchlik oilasini qo'g'daydigan chashqonlar heliqi lukchak chashqonlarninki hujumda bag'an siri halsirab o'zining oilasini qo'g'dashni asta-asta voz kechdi. Shuning bilan mushundaq jiddiychilikda chashqonlarmi o'zlarininki erlardan va jamiyat bo'layotgan uzluksiz zo'ravonlikdan oxir ularni zo'ravon bo'lishga boshlab, ular bolalarga va boshqalarga hujum qilgan bo'ldi-da.
Şunun bilan bu vaqtda bu çaşqanlar o'ttirsida hamjinslik munosabatim ko'paydi. Hattoki ba'zi chaqlarda aşılıq lökçək çaşqanlarning orasida bir-birini yeydigan bir xil çaşqan yeyish, ya'ni kannibalizm alomatlarimi ko'payishga boshlaydi. Şunun bilan bu 560 kuniga kelgan vaqtida buningda bir xil o'lim vaqti keladi-da. O'lim vaqti kelgan vaqtida bu yerda ailesini qo'g'daydigan chashqanlar ailesini voz kechdi. Ular mulkchak chashqanlar aylandi. Jamiyatda erlar ayolni erkaklarning tishidan tarkib topgan oila butunlay vayron bo'ladi bu yerda. Bir xil anarxiya ustunligini egallaydi. Anandan keyin bu taqdimi chapaqiri yangi tug'ilgan bolalarninki andan u tug'ilgan bolalarni ota-onalarım o'tirib qo'ydi buni, yeb qo'ydi yoki hujum qilib talab o'ltirib qo'ydi. Shuning bilan ular cho'ng'igan vaqtida bir xil normal, sog'lom bir xil munosabatni va muhitni ko'rmagandan keyin ham bu yerda yangi tug'ilgan bu chashqanlarda qanday ota-ona bo'lish qarta bir o'rnak, tarbiya va nasihatli bo'lmagandan keyin bular asta-asta hatta bularlik oila qurishdan iborat bir zurriyatning muhimligini bilmagandan keyin bular anadan keyin shu kechgacha shu uxlaydigan, o'zini yasaydigan shunday qiladi. Shuning bilan buni kolxon bu yangi avlod chashqanlarni chiroyli chashqanlar deb ataydi. Shuning bilan burunqidek o'zining hayotlik uchun tirishadigan, uning uchun kurash qiladigan bu nimani tugab, shuning bilan chashqanlarningki ko'payishi jiddiy acizlab eng oxirisida bular shu 600 necha kun bo'lgan vaqtda asosan bütün chashqanlar tugaydi. Bu nihoyatda bir qo'rqinchli bir holat. Endi bu yerda kolxon keyin bu yerda bundaq bir bir nuqtaning muhimligini o'tirib qo'ydi bir jamiyat uchun. Buningda birisi kimlikning bo'lishi, ikkinchisi hayotda bir maqsadning bo'lishi. Kimlikning bo'lishi degan nimani bildirdi degan vaqtda bir jamiyatda agar erlar o'z ustiga ilishga tegishli bo'lgan rollar almashib ketsa yoki ilinmasa, bu vaqtda erlarda butunlay qilmishi o'zgarishlar paydo bo'lib, ular g'alati, ham agressiv, ham paraz qiyg'usiz harakatlarni qiladi. Andan eng muhimi ular hayotdagi o'zininki nishonni yo'qotib qo'ydi. Shunga hayotda ijtimoiy kimlikning bo'lishi va nishonning bo'lishi intayin muhim. Bu bizningki jamiyatda saqlanib qolishimizdagi eng ochqishli masalalarningki omillarning birisi. Men o'tganda sizlarga qisqacha bir oila to'g'ri so'zlagan vaqtda bir nuqtani deb o'tib ketdim. Oilada erlarningki tarixdan bir kelayotgan bir oladigan bir rollari bor. İjtimoiy bir funksiyalari bor ayollarning ham shunday. Agar bu rollar albatta o'zgardi, ammo radikal jihatdan o'zgarib, erlar o'zining salohiyatini yo'qotib qo'ysa, avval oilada, ondan jamiyatda ayollar shunday. Bu vaqtda bu jamiyat g'oyat zo'r bir qalamqanchiq patadi degan gap. Hamda bu nuqtadan men bir Xitoyda yuz berayotgan bir nuqtani bir deb qo'yay. Shu sizlar Xitoycha bildigan bolalar ham Xitoy jamiyatiga diqqat qiladigan bolalar yaqinda bir narsani angladinglarki, bir so'z va Xitoyda hozir nayte nim bo'layotgan bozorlik bo'ldi, moda bo'ldi, ammo Kommunistik partiya tarafidan cheklangan bir atalg'i var. Bu atalg'i ise Tang Ping degan bir atalg'i var. Bu degan gap tuz yetish degan gap bu, tuz yetish. Bu Xitoyda yangidan ijod qilgan bir atalg'ular bu shaxsninki jamiyatda o'ziga yuklagan besimlarni ham jamiyat talab qilayotgan haddidan ziyod jiq ishlash, texnik jiq qozonish, g'alaba qozonish qatorliq bu ideallarni rad qilish bir xohishni ko'rsatdi. Ya'ni bir qism odamlar haddidan ziyod ishlab ketsa, o'zining ishlagan loyiq uning kelayotgan haqninki yoki boshqa mukofotninki uning arzimaydiganligi aksi borgan sari ozlab ketayotganligi. Qancha jiq ishlasa, o'zininki shuncha bir xil bosh oxiri chiqmaydigan bir emgakninki, ishninki qurbon bo'layotganligini ko'rib yetgandan keyin ish qilmaslikni tanlab hayotga
beparvo muomala qiladigan, o'zi qilayotgan ishdan voz kechayotgan, oddiy o'zi ko'ngil xo'sh bo'ladigan ishlarni tanlab qilayotgan mana bir nimani ko'rsatdi bu. Bu hodisani ma'lum jihatga ilib aytgan vaqtda shu Kolxonninki tajribasiga bog'lash bo'ldi. Ya'ni bir jamiyatda endi buningda azroq bir farq bor. Ya'ni farq nima degan vaqtda agar bir jamiyatda haddidan ziyoda besim yoshlarningki nimasiga ustiga tushgan vaqtida bu yoshlar shu vaqtning o'zida bundaq bir besimni rad qilish uchun, uningga qarshi turish uchun ham o'zini qutqizish uchun shu besimlarga butunlay besimlardan voz kechadigan, o'z uningga diqqat qilmaydigan, diqqatini bermaydigan, uni o'zini u besimdan qutuldirishga tirishadigan bir xil holatni shakllantirish mumkin. Mayada hamda inson bilan chashqonlar o'rtasidagi farqmi bo'ladi. Ya'ni mening Xitoyninki bir qism avlodlari oldingi avlodlarga qarshi, ya'ni ularning oldingi avlodlari qattiq jafoliq ishlagan oldingi avlodlar qarshi holda yangi bir xil hayot yo'lini tanlayapti hozir Xitoyda. Chunki ular eng oxirida shuni his qildiki, ular bir davlatning mashinasiga arzimas bir vent ekanligini, ularningki obyektivlashtirilganligini, odamdek emas bir xil buyumdek ishlatilganligini his qilib, mana shunday tuz yetish deydigan bir hodisani keltirib chiqardi. Hamda chashqonlarning dunyosiga kelsak, chashqonlarning dunyosida bu yerda ularning yoshlari davomli bir xil zo'ravonlikni ko'rgandan keyin ham ota-onalaridan ular hech qanday bir ota-onalikning bir o'rnigini ko'rmagandan keyin ularda cho degan vaqtda nishon yo'qotish bo'ladi. Ma'larda nishon yo'qotish bo'lyapti. Xitoyninki bir qism yoshlarning nishon yo'qotishmi bor. Ammo bu bir xil o'zini tangshash, uningga moslashish deb qarashgan bo'ldi. Ammo yiroq nuqtada elib o'tgan vaqtda bu Xitoy jamiyati uchun nihoyat zo'r bir yoshirin xirsdan derak berdi. Eng oxirsida biz bu xil hodisaninki, ya'ni bu tuz yetish hodisaninki Xitoy jamiyati uchun g'oyat zo'r masalalarni keltirib chiqadiganligiga shohid bo'la olishimiz. Chunki bulardan tug'ilgan bolalarda xuddi chashqonlar o'zining ota-onalaridan ota-ona bo'lishninki qanchalik muhimligini o'rganmagandek, oilaning qanchalik muhimligini o'rganmagandek, oilani qo'g'dashning qanchalik muhimligini o'rganmagandek, bulardan o'rganmaslik mumkin. Bir ish kelibmanda o'rganmay o'tib ketsa, oxirida oila degan bir hukm Xitoyda uzilgisi bayram bo'ladi. Shunda avlod bo'ladi. Xuddi mana chashqondan bizdan ko'rayotgan emas, avlodlar ara dastlabda nihoyat yaxshi menish, bir kritikal nuqtaga kelgan vaqtda asta-asta oilaning vayron bo'lishiga, doirani belgilashninki erlarni ancha qiziqtirmasligiga, ayollarning bolalarini qo'g'dashninki muhim bo'lmasligiga ergishib, aile vayronchiligiga kelib chiqadi. Aile vayronchiligiga kelib chiqqandan keyin jamiyat vayronchiligiga kelib chiqadi. Eng oxirsida butun jamiyat o'ladi. Buni Xitoyning jamiyatidan ko'rishga bo'ladi. Ham Xitoyning jamiyati emas, boshqa jamiyatlarda bunday narsa. Bu xil hodisa Xitoy jamiyatiga emas, boshqa jamiyatlar bor. Bo'lapmi? Hozirgi yangi chiqayotgan avlodlarningki hayot pozitsiyasi ham ularningki oilaga bo'lgan qarashi, ularning jamiyat uchun oladigan turli burch tuyg'ulari qatorliqlar zo'r darajada o'zgarib o'tadi. Bu nurg'unlagan hukumatlarningki jiddiy diqqat e'tiboriga kelib bo'lgan bir masala emas. Agar mushundaq bir avlod, ikki avlod o'tgan vaqtida, bu vaqtda bu jamiyatlar o'xshashlar to'ng'usiz darajada o'zgarib ketishi mumkin. Shuning bilan bu hamda Kolxon albatta bu natijaga o'zi o'ylamagan holda erishdi. 25 qatim qilib menda o'xshash natijaga erishdi. Mayli qanday bo'lsin, Kolxonning natijasi g'arbni Xitoydan zilzila. Bularmi bir qism jamiyatshunoslarni va boshqa hukumat xodimlari qatorliqlarni zilzila soladi. Hamda bu yerda ansirash nima degan vaqtda agar haqiqatan chashqonlar va insonlarning jamiyat o'rtasida ma'lum o'rtaqlik bor deb qarasak, chunki ilm nuqtasi ilib aytgan bularning qarshiligi ilib aytgan vaqtda insonlar bilan chashqonlar tutamgacha hayvonlar bular sifati bilan nurg'un ishlarda o'rtaqlik egdaymiz. Shuning uchun bu doğru tadqiq qilgan vaqtida avval chashqonlarga tajriba qilib, undan keyin insonlarga ishlatadi. Buni bilasizlar. Ammo bunga qarshi turayotgan ba'zi odamlarning degan vaqtda chashqon degan chashqon, inson degan inson aqlga bo'lish sifati bilan o'ziniki jamiyatini o'zgartirish iqtidoriga ega deb qaraydi. Bu xil qarashninki salmoqi xili og'ir. Anadan keyin ikkinchisi bu mening qarashim, men buni qaytilama, ya'ni bu Kolxonninki u doiraga ilingan u muassasadagi sun'iy chashqon jamiyati da hech qanday bir kasallikning tahdidi, ham tashqi dushmanlarning tahdidi qatorliqlar yo'q.
bu jihat xatar bo'lmagan bir jamiyat, xatarni his qilib turmagan bir jamiyat tiz gümürülgəndək ularning gümürüldü, amma bizning jamiyatimizda turli ichki tashqi xatarlar bo'lganligi uchun chashqanning jamiyatidek o kadar tez va o kadar ichinch shaklda vayron bo'lmasligimiz mumkin. Uning ustiga insonlar o'zining insoniyat tarixi nurg'unlagan hatto butunlay qirilib ketish tahdidiga duch kelgan vaqtlardami o'zining aql parosatiga, chidamchanlikqa va irodasiga tayanib o'zini saqlab qolgan shu jihat ilib etgan vaqtidami Kolxonninki insonlar jamiyatining kelgusi haqidagi bu tajribasini yanalla amalga oshmasligi mumkin deb qaraymiz. Ammo shuning bilan bir vaqtda Kolxonning bu nazariyasi biz sal qarayanmaydigan, yana nurg'unlagan omillar bor bo'libmi? Ailenin vayron bo'lishi va ayollarninki jamiyat oldigan rolininki o'zgarib ketishi, hatto astin ustin bo'lib ketishi, yangi tug'ilayotgan bolalardagi ma'rifninki, oila ma'rifi va sirtdagi haqiqiy ma'rif qatorliqlarninki bu xildagi asosliq bilimlarni, tajribalarni va hunarlarni bolalarga o'rgatmaslik qatorliqlardanmi kelgusi jamiyatda biz qiyos qilolmaydigan o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Faqat Kolxonninki bu nazariyasidan sizlarninki bilib qo'yguninglar, shuning bilan bir vaqtda uni bir xil foydalanish sistemi sifatida kelgusidagi o'zinglarninki ishlar foydalanishini umid qilaman. Hamda oxirgi nuqtam, biz hozir insonlarninki nopusninki tiz bir qism rayonlarda tiz ishiyotgan, bir qismlar to'xtab qolayotgan, bir qism rayonlarda ozayotgan bir holatga duch kelyapmiz. Bunun nurg'unlagan sabablari bor. Rayonlar rayon o'xshamaydi, madaniyatlar madaniyatlar o'xshamaydi, kulturlar kulturlar o'xshamaydi. Ehtimol bu sabablar mushkil holatlarni keltirib chiqargan bo'lishi mumkin. Ammo shu narsa har vaqt esimizda bo'lsinki, aholininki hozirgi holati bu klimatchilar uchunmi, siyosiylar uchunmi va boshqa turli dunyodagi oshkora va yo'shirin tashkilotlar bo'lsin, hammasiniki qizg'in talash-tartib qilayotgan bir masalasi. Agar bu masalada odamning ko'zini bog'lash yoki manipulyatsiya qilish yoki boshqa saxta uchurlar orqali kishilarni ishontirish qatorliq bo'lib qolsa, insoniyat jamiyati uchun g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatishi mumkin. Buni ko'zir qilib turib, nurg'unlagan intayin qabih ba'zi tashkilotlar va shaxslar insonlarning kelgusiga qarata intayin qabih ishlarni ishlatishi mumkin. Hatto bizningki Uyg'urlarning beshiga kelayotgan bu irqiy qirg'inchilikdimi mana shu aholininki Uyg'ur aholisini to'xtatish, Uyg'ur aholisini ko'paytmaslik iborat inson qalbidan chiqqan bir rezillik bor. Buning asosiy bir usulining birisi Uyg'ur ayollarini tug'mas qilib etish. Bo'libmi lagerdagi ayollarni. Bu bizningki irqiy qirg'inchilikni baholashdagi 5 o'lchimimizningki birisi mana shu. Aholini sistemlik va maqsadli holda azaytish va yo'qotish. Yangi tug'ilgan bolalarni tug'ilmaydigan qilishning o'zi albatta bu Xitoyninki bir farzand siyosatidan boshlangan kechirsizlar. Shu vaqtdan tortib hozir kelgan vaqtgacha bo'lsa Uyg'urlarning bir millat sifatida mushkil sababdan qirilishini barliq keltiradi. Shunga bu aholi masalasi shuning bilan bir vaqtda mushunda hokimiyatlar davlatlarninki dunyoga o'zining ishidagi insonlarga o'zininki kontrollik ostidagi millatlarga qilayotgan suiqasdninki bir qism bo'lib qolmasdan, yana dunyodagi insonlarninki bexatarligi va hayot mamotiga cho'nqur ta'sir ko'rsatadi. Buningga nisbatan ilib etgan vaqtda Xitoyni eng cho'ng jinoyatchi deyishga bo'ladi. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Hammanglarninki xushroq bo'lishinglarni tilayman. Kelarki soatda biz shu sun'iy aql haqida va sun'iy aqlninki inson jamiyati va kelgusi ko'rsatgan ta'sir haqida qisqa tanishtirish berib o'tamiz. Hammanglarga xayrlik bir kun tilayman. Aman bo'linglar. Allohga emanet.